Tönögün keş, men keng yaylıqqa berip düşüp qaptımı? Bizning köygünümüz değil şu. O orbandaki dostlarını taşlap kesqandaq buludu. Men uzun oyunlup bugün bir qararga keldim. Men bilemen. Sen ecdadının zımınını tapmakçı. Sen hazır çoğun boldun. Eğer xalısan, men billa baray. Sirtlanma kaptı. Simba'nın tırgı pıravatıdın. Bu gepçe, endiri kaptı de. Ulan neyimiz dep kelgendi o. Hacep cimcit bop ketdi o. Ulan keldi mümkün olaylı. Yok ol, bu yerde turuşqa hakkın yok. Kurtuldum ha. Ben bu yerde aval kelgen. Bu yeminim. Bu yenim ben aval bayıqlığa. Bu şeyini ovuya sayman. Degilimni qilimen. Men aval bayıqlıgan. Bu kamanı men aval bayıqlıgan. Onun üstüge men kirip buldum. Sen keyin geldin. Çapsan yuqal. Üstüne kamak gir. Başka amalın yok. Yuqal. Üstüne gir. Ham xiyal qilma. Men bu yerden ketmeymen. Keymayman. Yolsuz neymi sen? Ha? Ey, terakte işki kama bak talaşmangla. İkimiz buş kaman talışıvattımız. Men aval kirgen. Aval kirsanin boptu. Özara yol koyuşanglar, keyin balılık bolganda qaysinglar işçen bolsanglar şu qo'shnisiga yordam qiladi. Elbette men işten yugan tuxumlarni tug'im men. Bu yaxshi gap bo'ldi. Sen ba orman padişahı buludu. O akıl parasetlik. Men sening balangni beqishib beraman. Men mi sening balangni beqishib beraman. Aplashib qoldi. Bek yaxshi bo'ldi. Endi biz yugurishib kelaylik. Qarasam sen ba bek parasetlikkan. Angel xabar, akşamlık çoğunquram taşta alilerin ıslak dedi ama gibi varken. Mala beralar bağımsanlar banmaydı. Nemi gap gel, Aldım Allah. Akşamlık kavuksular. Baraylı, men barman. Tinchlanlar. Alileri urush bo'ladigan, biz mi urush qatnashaylik? Sizlar botir bo'g'ininglar bilan hargiz urush qilolmaysizlar. Nimishqa? Do'stlarga chapsan xabar qilinglar. Simsiz radio orqali
xabar tarqıtыңlar. Nima? Yo'lbos Sembaga urush qo'zg'amdi ekan. Semba texi yosh tursa, bu ishni darhol ko'pchilikka xabar qilay. Muhim xabar. Serkon Sembaga urush qo'zg'aydi ekan. Rasmo, Bu xabarni ishonchli yerdan egilagan. Serkon urush qo'zg'ash bilan olamdi ekan, qani ko'ramiz. Endi uning bilan hisoblashaylik. Cherchening degani to'g'ri. U xumparni cho'qim mag'lub qilayli. Cho'qim. O shafqatsizlar ish qiladi. U o'z-o'zini halok qiladi. Oxiri keldinglar, Simba, Bimbo. Nima ish bo'ldi? Serkon sana urush e'lon qildi ekan. Uninga kim o't bilan o'ynasa shuni qo'li ko'ydiganligini uqtirib qo'yaylik. Bu xabarni kimdan oldinglar? Kimdan oldinglar? Bu xabarni Cho'meli xonish oliylari simsiz radio orqali tarqatibdi. Serkon seni o'rmondan qo'g'lab chiqarmoqchi. Xabarim bor. Cho'melilar elektr to'lqini orqali bu xabarni butun o'rmonga uqtirdi. Yo'lbosning urush e'lon qilishiga maqsadi o'rmonga xo'jayin bo'lishgan. Sen mi anladingmi? Yo'lbosdan bir qilishni qilyapti. Ben xo'sh olmat. Sizlar bu Sembani qo'g'dig'ili kepsizlar. Bu boturlig'inglarni taqdirlash kerak. Bu qilish ishimiz. Bu bizga muhtoj. Diqqat qil, Semba. Oldingda uchiq turgan eshik bor. Kira. Qo'rqma. Menga pushaymon qilmaysan. Qara Semba, bu plash sen tarafga uchib kelyapti. Bu sirliq yepinchini faqat o'rmon podshohi yepinchaqlay oladi. Sen uningga munosib, u mu sana loyiq keladi. Nima ishqa menga munosib? Bu plashni kim yepinchaqlab olsa, uni hech kim ko'rolmaydi. U 10 metr doiradagi narsalarni qo'g'diy oladi. Bu sirliq plash seni qo'g'dab kang yayloqqa opirdi. Ondan barliq sehri kuchini yo'qtidi. Sen cho'ng yayloqqa borgandan keyin u yana qo'limga qaytib keladi. Biroq uning xosiyatini ko'rish uchun afsun o'qishing kerak. Shunda qilgandilar u o'z karomatini ko'rsatadi. Hey! Menga nima ish qilib tikilib qaraysizlar? Yepinchaqlivog'ining qandoq plash? Bekchiralik ekan. Shundoq. Kesmay talamanki, bu o'rmon podshohining plashi, to'g'rimi? Bu plashning hammamizga foydasi bor. Uni yepincha qilib olsam, meni hech kim ko'rolmaydi. Dunbanga chiqib obdonroq ko'rib olsam bo'pti ekan, ha? Bekchiraylikka shundaqmi? Nadi topdi? Bunda qimmatli sovg'ani kim berdi sana? Cho'qim Apol berdi. Shundaq. Rahmat Apol. Bizga mana shunday qimmatli sovg'a beribsiz. Men ko'pchilikka vakolatdan qimmatli sovg'a berganingizga hech qanday aytaman. Semba yayloqqa sog' salomat bervasli bo'ladi. Apol, siz buyuk taraf podshohi. Bu qo'rqinchli ish. Ular biz tarafga etilib kelyapti. Qandoq mudofaa ko'rsak bular? Qo'rqmanglar. Sirliq plashni ishiltinglar. Kelinglar, men bilan binglar. Hammanglar Apol bergan plashni ostiga yig'ilinglar. To'g'ri, chopsan bo'laylik. Rahmat sizga Apol. Qaranglar, ular keldi.
Ular bizga hujum qilmoqchi. Bu nima? Nima degan jiqtab qush bu? Qoralığlarını elib ularni tutinglar. Her kaç tez qaçsanglarmı sizlarni tutib olamiz. Nimaga turasizlar? Tez qo'llanglar. Ularni maymunlar. Ular bizni qo'rshibdi. Sizlarni qarshib oldik, endi qochanmaysizlar. Qochanmaysizlar, taslim bo'linglar. Qochanmaysizlar. Bu yoqqa mininglar. Qo'laylik. To'pon! Bo'linglar. Plashni sikrayinglar. Ma'qul. Gözümüzde cidden çıktı mı ya? Yine tıllanlaydıgan buldum da. Emdili tutulaylı devidik birden de kayıp oldu. Yollasa alileri kapı buldu da bundan buluşuk işenmeydi. Yak. Onu tutula! Nime? Gözüm torduş kaldı mı benim? Vay. Hey, sarang buldunlar mı? Bo'ldi, bugun mishagichi bo'lsin. Yuringlar. Ben qiziq oldu. Ulan ne bir şeyini uqamay kaldı. Bu kalvalar nemişlarını kıldı? Alileri onlarını tutayla da dursak yo'qolib ketdi. Nima? Yo'qolib ketdi? To'g'ri, g'ayib bo'ldi. Döt nemiken sen go? Alileri qaraslar, piyoda oyoq qisib turdi. Ular ijroga ketamabdi. Tapalığı dekmez. Tak çıkıp gitti. Tap kuşku haber kıl. Osmanı durup izlisin. Çoğun tapalaydı. Balilar. Mağanmadım. Ben özelden takı çıkıp basmağan. Bilaman. Qarang'i tushguncha manzilga yetib olaylik. Ben mi Muhammed'im? Tak çıkış özünü köndürüş gerek. Baro. Bira önkür tepip miki olayli. To'g'ri, o'nkir tepib shu yerda tunaylik. Ben ölüp kettim, koşuğumu ölüp gitti. Men izlab baqay, sizlar ketmay turinglar. Simba, bizni tashlab qo'yma, ha? Baldir qaytib kelasan. Nima? Menga ishonmayapsan? Yo'q, qaytib keldiğini bilmay cho'qib qaytib kelsam qo'yamdi. Baldir qaytib kel demoqchi edim. Selva usti. Bu yerlere körük var mı? Meningchi yo'q.
Sırlıq plaşni qoldurub qoysan biz bexatar bo'latdiq. Sen ba, nim bo'lding? Chiroying boshqa cho'p ketdi-ku. Yaxshi gap bo'ldi. Plashni sana beray. Sen bek yaxshichimu? Endi bexatar bo'ldik. Xo'sh bo'l, Simba. Xo'sh. Do'stlar, Endi sen qo'mondonlik qil. Men uni qo'mondonligiga bo'ysunmayman. Nima shu? Boshqa qilish kerak-da. Simba, ishga taqoldi. Ularni endi tutib olgan bo'ldi. ular besib kelsa chapsam plashning ostiga kirib elinglar. To'g'ri dedim. Ular kelib Ular nima qotdi? qarag'ani bu bomig'idek. Men bo'lmaydiganligini bilakdim. Simba ishni o'qitib qo'yish undaqa o'xshaydi. To'g'ri, o'gitib qo'ymagan. Qana qilamiz. Chapsan amal topayli. Qo'sig'im menga yechib ketdi. Agar sen bor kelmasa, tugishidi ekanmiz. Ular nima qotdi zadi? Bu plash qog'i kemayotdi. Ular aqldan azg'an o'xshaydi. Hasbirlayli. Bu plashning bir xosiyati bor. Amal qilib biz chiqib ketaylik. Qanday biz chiqib ketdimiz, ha? Dikkat, ular kelyapti. Hujum qiladi. Qaranglar. Sen lag boza ko'mayman. Qo'yacağım. Çıksın bu. Tez qochayli. Tez. Bu tezga. Vay. Asimiz meka bular. Meni qo'yma. Chapsan Simba xabar qil. Simbani izlayli. Ma'qul. Bu o'nkir bexatarga. Simba, chapsan bo'l. Sertlan bilan maymunlar do'stlarimiz hujum qildi. Simba, kiraqini tutish baqayli. Bu mutham, ablah. Simba geldi. Simba. Simba qutuldirgan. Chapsan, plashni ostiga kirib elinglar. Qara. Bu neymiş? Aliyalara qarasılar, ular yiqib ketdi. Baya ishonmagandilar.
Bu degan sehrigarlik. Sehrigarlik. Bayımı şundaq yo'qolib ketganmi? To'g'ri. Og'zingni yum. O'zlari ko'zlimi? Uni tepgan. Balilar. Chopsam bu. Çirçi. Topum. Hele oğuşlukta topunu izlavatıdı. Men bilan birga top o'ynamsizlar. Sizlar bak obdan. Men top o'ynashga bak amroq. O bak umaq. Şundaq. Bichora Chirchi. Obdan uxla. Men o'nkirini tekshirib boqay. Sen bak, to'g'ri deding. Shundaq, sen bak. Hozir ko'pchilikning umidi senda qoldi. Senba, cho'qim sog'-salomat bu yerdan ketishimiz kerak. Diqqat, diqqat! Ular önkirni og'zida saqlayotidi. Hozirli biz fikrimizmi, alilari? Yo'q. At deganda bir gap bo'lsin. Ular ichirqab ketganda chiqidi. Shu chog'da ularni joylaydi. Xo'p, alilari, ular hozirlar qaror qilib o'tdi. Sapava kirayotgandek qiladi-ku. Bu yerda chiqish yig'izi bor ekan. Cho'qim musha atrofda. Senba bu önkirde ikki chiqish og'zi borligini payqadi. Ular oxir Serkon qatorliqlarning hujumidan qutuladigan bo'ldi. Ondan keyin yana qandaq ishlar bo'ladi? Buni keyingi qismdan ko'ringlar.